Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli tomoshabinlar. Sizlarga hozir $600 boshlang'ich to'lov bilan Cobalt avtomashinamiz bor. Shuni bitta hozir qo'yib beramiz. To'g'risi manzilimiz Samarqand shahar Sagdiyana Yangi yo'lda joylashgan. Bemalol kelib mashinalarimizni ko'rsalaringiz bo'ladi. Hozir sizlarga birma-bir to'liqroq ma'lumotlarni berib o'taman. Qadrli obunachilar, bu mashinamiz Tracker Premier Plus. Qadrli obunachilar, bu mashinamizni bosib o'tgan masofasi 126 km havo probegi. Mashinamiz yurmagan, absolyutni toza mashin. Yangi holatda turibdi qadrli obunachilar. Xo'p, navbatdagi mashinamiz ya'ni Cobalt JK2 ko'rib turganlaringizda diska balonlari ham ustonosga qilib qo'yilgan. Mashinamiz ideal holatda, ichki holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, avtomat korobka, chiqol poli ishlari qilingan. Bosib o'tgan masofasi 61 ming kilometr bosib o'tilgan qadrli obunachilar, mes rollar qo'yilgan. Xo'p, mashinamizning tan bahosi $10 ming. Avtokredit uchun $600 bilan boshlang'ich to'lov bo'ladi. Nomlaringizga o'tkazib beramiz, xudo xolasa bir kunda. Xo'p, navbatdagi Captiva avtomashinamiz ham bor. Bu mashinalarimizni kelib turib, bemalol ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1. Qadrli obunachilar, bir dona petnosi bor. Mashinamiz zo'r holatda turibdi. Ichki holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganlaringizdek mashinamiz mexanika, ikkinchi pozitsiyasi aziz do'stlar. Oldidan ham ko'rsatib o'taman. Mashinamiz zo'r holatda turibdi, tiniq. Xo'p, Damas Labo mashinalarimiz ham bor. Ularni ham hozir birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Qani ketdik.